Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun eng zo'r g'oyalar biz odatda dushlarigimizda keladi. Men bu narsani doim his qilib yurardim, lekin asl sababini bilmasdim. Va bir kun qidirishni boshladim. Bu haqida kitoblar o'qib chiqdim, podkastlarni eshitdim, maqolalar o'qidim va ChatGPT bilan soatlab gaplashdim. Va buning javobini men umuman kutmagan narsadan tushunib yetdim va topdim. Bugungi video aynan mana shu narsa haqida. Hozir sizni aqldan ozirish uchun kerakli hamma narsa bor. Millionlab videolar, cheksiz reelslar, umuman to'xtamaydigan dopamin yomg'iri. Shunga qaramay hammamizning ichimizdan baribir bitta hissiyot o'taveradi. Shuncha zerikmasak ham, oxiri nima deymiz? Zerikdim. G'alati, to'g'rimi? Biroz bekor bo'lib qolishimiz bilan 21-asrning narkotiki bo'lgan telefonga cho'zilamiz. Zerikish bu hech nima qilmaslik emas. Bu hayotingizda ma'no maqsad kamayganida ro'y beradigan emotsional signal. Fokus past, kayfiyatingiz yo'q, ichkarida nimadir yetmayapti, hamma narsa tartibsiz degan bezovtalik bor, to'g'rimi? BBC olimlari aniqlashi bo'yicha, hayvonlar ham hattoki ko'p vaqtini hech nima qilmaslik bilan o'tkazadi. Chumollar koloniyasining yarmini faqat zaxiradagi ishchilar tashkil qiladi. Tabiat buni energiya va ma'no tiklash uchun qiladi. Biz har bir bo'sh sekundimizni liba reels ko'ramiz yoki TikTok kontent bilan to'ldiramiz yoki sirasi qo'shiq eshitib boshlaymiz va asta-sekinlik bilan ichki kompasimiz sustlashayotganini bilmay ham qolamiz. Zerikish paytimizda o'zi nimalar sodir bo'ladi? O'zingizga tashqaridan qaray olasiz. O'tmishdagi xatolaringiz, kelajakdagi rejalaringiz, men kimman? Bu hayotda nima qilyapman o'zim? Nimanidir qoyillatdimmi yoki faqat aybdorlarni qidirib, o'zimni o'zim aldab yuribmanmi? Degan savollar ham aynan shunday paytlarda keladi. Eng qizig'i javoblari bilan keladi. Ilmiy tajribalarda zerikkan odamlar oddiy buyumlar uchun ham ko'proq kreativ g'oyalar topgani isbotlangan. Ba'zan zerikish hatto boshqalarga yaxshilik qilish istagini uyg'otadi. Anchadan beri kimgadir yaxshilik qilmaganingizni, xursand qilmaganingizni yoki eslab qolasiz. Shayx Abdulloh bin Bayyah aytadi: odamning qalbi ham dam olishga muhtoj. Agar qalb har doim tashqi narsalar bilan band bo'lsa, u hech qachon Alloh yaratgan ichki hikmatlarni ko'ra olmaydi. Lekin bir narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Ortiqcha zerikish va hech qanday amalni boshlamaslik o'zingizga bo'lgan ishonchni susaytiradi, kelajakka umidni yo'qotadi va sizni ham yoki juda asabiy yoki o'ta beg'am qilib qo'yishi mumkin. Kuchli islomiy ulamolar ham shunday deyishadi. Vaqti bilan sukut va yakdillik qalbni tozalaydi, ruhni sog'lom qiladi. Bu ibodat ruhiyati uchun ham zarur. Ma'no faqat tashqarida topiladigan narsa emas, u ko'pincha shovqinsiz lahzalarda o'z ichingizda yashirin bo'ladi. Men zerikishdan shaxsiy rivojlanish uchun qanday foydalanaman? Shaxsiy o'zimning tajribamni bo'lishmoqchiman. Har kuni odatda men 15 daqiqa telefonsiz, AirPodsiz va sheriklarsiz yolg'iz sayr qilaman. Hech qanday maqsad qo'ymayman, ya'ni biror joyga borish yoki nimadir qilish emas, faqat yuraman. Nima bo'ladi? Loyihalarimdagi bo'laklar joy-joyga tushadi. Ertangi kun rejalar o'z-o'zidan bir chiziqdek chizilib qoladi. Kelajak uchun g'oyalar aniqlashadi. Xuddi stolni yig'ishtirgandek ong tartiblanadi. Bu rutinani siz ham qilsangiz, birinchi kunni bema'ni tuyulishi mumkin. Ya'ni siz zerikasiz, chunki doimiy shovqin ostida bo'lgan miyangiz hayron bo'ladi va tezda sizni chalg'itib, qiziqarli narsalar qilishni xohlab qoladi. Cho'ntagingizdan telefoningizni qidirasiz. Keyin esa shunday klik bo'ladi. Ichki ovoz qaytadi. E'tiboringiz chuqurlashishni boshlaydi, ma'no sekin-sekin asta qaytishni boshlaydi. Hozir men tajribamdan o'tgan zerikish uslubidan tashqari 4 ta yana boshqa uslublar bor. Bularni sinab ko'rsanglar, zerikishdan maksimal foydalanasizlar. Birinchisi mini sukut. 5 daqiqa hech qanaqa maqsadsiz o'tirasiz yoki yurasiz. Nafasni chuqur olasiz, uzun chiqarasiz. Bunda maqsad nima? Miya keng kartinani ko'rishni boshlaydi, shunaqa rejimga o'tadi. E'tibor bering, bunaqa paytda 5 daqiqa bo'lishi shart. Siz hech qanaqa taymersiz agar foydalanadigan bo'lsangiz, 1 minut ichida o'sha 5 minut bo'ldi deb o'ylaysiz. Chunki zerikadi miyangiz, hech qanaqa yangi dopamin olmaysiz. Shuning uchun ham aynan soatga qarab yoki taymerga qarab 5 daqiqa o'tirganingizga ishonch hosil qiling. Chunki birinchi minut o'zida o'sha siz 1 soat o'tirganingiz zerikib ketasiz. Ikkinchisi bu birorta ijtimoiy vazifani bajarish. Ijtimoiy vazifa deganda sizga hech qanaqa manfaati yo'q, lekin sizga sifatli dopamin beradigan. Misol uchun, eski tanishlaringizga, qarindoshingizga telefon qilasiz va hol-ahvol so'rab, ularni bir oxirgi marta ko'rishgan qanaqadir vazifa yoki bo'lgan voqea haqida bir eslab qo'yasiz. Bunaqa paytda sizda aloqalar o'rnatilgan hisobiga sifatli dopamin shakllanadi. Uchinchisi mikro ijod. 10 daqiqa qalam qog'oz olasiz va miyangizga kelgan bo'y narsani yozasiz, chizasiz, farqi yo'q. Bu paytda faqat telefoningiz uzoqda bo'lishi kerak, faqat telefon yoki soatingiz sizga vaqtni boshqarishga yordam berishi kerak. Boshqa hech narsa. O'sha paytda birinchi 1 minut nimani yozaman, nimani chizaman deb o'ylanib siqilasiz. Keyinchalik ajoyib nimadirlarni yozishni boshlaysiz, chizishni boshlaysiz, lekin majburlab o'zingizni 5 minut shunda ushlab turing-da. Juda ham zo'r narsalar miyangizda shakllanishni boshlaydi. Tepada aytgan uslublarni birortasini oling-da, shu protokol bilan ozgina yashab ko'ring. Ikkita narsani sezasiz. Oddiy narsalar ham lazzatliroq bo'lishni boshlaydi.
kichkina suhbatlar ovqat ham mazaliroq bo'lishni boshlaydi yoki tabiatga chiqqanda daraxtlarni pichirlashi yoki qushlarni sayrashi ham sizga qiziqarliroq bo'lishni boshlaydi. Chunki siz endi mana shu narsalardan ham dopamin olishni, undan zerikarli hayot emas, bu hayotni o'zi qiziqarliligini tushunib yetishni boshlaysiz. Ikkinchisi, kartina tezroq ko'rinadi. Ya'ni qaysi loyihani davom ettirishingiz kerak, qaysi odatni tez tashlashingiz kerak, qaysi yo'nalishda ishlashingiz kerak o'zingizda. Hamma narsani tez, aniq qaror qabul qila olasiz. O'ylanib, chigallashib yurmaysiz. Miyangizda aniq nima qilishingiz va nima qilmasligingiz aniq bo'ladi. Bitta narsani unutmang, zerikish bu dushman emas, u ichki GPS. Unga eshik ochsangiz, u sizni o'zingizga qaytaradi. Bugun bir marta bo'lsa ham 15 daqiqa yolg'iz yuring. Naushniksiz, bir o'zingiz telefonsiz, hech narsasiz, shunchaki 15 daqiqa o'zingiz majburlab yuring. Aniq soatga qarab qo'ying, chunki 5 minutda aniq zerikasizda o'sha 1 soat yurgandek bo'lasiz. Keyin esa o'zingizni xulosalaringizni pastda kommentariyada yozing qaytib kelib. Chunki bu narsa boshqalarga mana shu tavsiyalarni amal qilishga yana ham ko'proq trigger bo'ladi. Ana endi esa video ostida sizlarga bitta link qoldiraman. Bu link men Telegram kanalim. Bu blogda 2020-yildan beri postlar yozib kelaman. Asosiy soha marketing bo'lgani uchun asosan marketing, biznes haqida yozaman, lekin ayni paytda shaxsiy rivojlanishda ham ko'p tajribalar orttirayotganim uchun bu haqida ko'proq postlar ham yozishni boshladim. Mana shu videoni mazmunlaridan bittasi bo'lgan zerikish va fokusni qaytarish yoki miyadagi tartiblarni tartiblash bo'yicha tavsiyani yana ham ko'proq material sifatida PDF qilib kanalimga tashlab qo'yganman. Video ostidagi linkka o'tib olsanglar bo'ladi, skachat qilib, save'ga tashlab qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. Oxirigacha videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.